Yaqindagina davlatimiz rahbari tomonidan san'atkorlar to'y tomosha konsertlar uchun qo'shimcha soliq borasida qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Nima bo'ldi? Soliq. Qo'shimcha soliq konsert, tomosha yoki to'ylar uchun ham qo'shimcha soliq. Endi mana shu yerda bitta narsa aytdimmi, yorilib kirdimmi? O'sha rahbariyatlarimiz ham eshitsin deb, qashta to'y kirsang Yulduz Usmonova qo'shiladi. Birinchi mani avtorskiy pravamni pulimni yig'ib bersin, davlatimiz ne налогdan gapirsin. Давайте будем считать. Сколько лет поются мои песни? Я хоть копейку попросила? Нет. Shu qo'shiqlarga nisbatan rivojlanib keldi yoshlar. Ana endi mana ham pul to'layman, mana pul so'rayman. Pulimni to'lab qo'ydim. Shuncha yillikini mana ham olaman. Я не буду петь. Налоги пусть платят они, которые будут петь. Bularning pardozi bormi, boshqasi bormi? Soliqdan olyapti. Bironta qo'shiqqa pul to'lanyaptimi bizda? Soliq yaxshi. Har bitta bayramga pul to'lashga qurbiylar yetadimi qo'shiqda? Zakaz qilayotganda to'langlar gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda san'atni o'sayotganini biz dunyoga chiqaryapmiz. O'z-o'zidan menga yo Isroil, yo Amerika, yo Hindiston, yo Arab, yo boshqasi kiryaptimi? O'sha ko'zim uchun kiryapti. Meni ishim shu, vazifam shu. Davlatda masaladagi senatda o'tirganlar, deputatlar hayotiga qaranglar, qizlari qanday yuribdi, qaranglar. Isrofgarchilik qayerda ekan? Endi налог, mayli. Kim deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Налог tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar. O'zlaring ashula aytinglar. Boshqa gapim yo'q.